Xo'p, hurmatli do'stlar, biz sizlar uchun zo'r ideal narxda zolotoy svetga qo'yish ravonchalar topib qo'ydik. Avtomat korobka so'radingizlar, bilaman, bizlardan bir taxminan bir 5 kun kun davomida avtomat korobka puli arzon bo'lsin degan aka-ukalarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka ravonchamizni topib qo'ydik sizlar uchun. Holatlari ideal holati, salonlari ham moloshin svet, mana ko'rishlaringiz mumkin. Qo'yish gazlari hamma ishlari qilingan, balonchalar 4 tasi yangi. Xullas, bu avtomashinamizni $6,600 deyapmiz. Yana bemalol kelishaveramiz akalar. Вообще zo'r avtomat korobka. Nexia Ravon o'qtalib yurgan aka-ukalar bemalol tashlab qo'yarasizlar. Ikkinchi Nexia Ravonimiz 2022-yil. Polnarado yili ham yangi avtokreditga buni $500 bilan, qo'yish buni 20% dan to'lab chiqartirib berib bilamiz. Bemalol qo'rqmasdan. Bu $500 bilan avtokreditga chiqadi. Bu Ravonimiz ham 2022-yil avtomat korobka akalar. Вообще zo'r polni ishchalari qilingan, balonchalari yangi, gazchalari bor. Xudo xolasa, hozir bu ochiqmi yo'qmi bilmadim. Yo'q ekan, lekin bu shunchami o'zi zo'r. Kraskachalari joyiga, hammasi joyiga, ustolar bilan kelib ko'rib olaverasizlar. Buni narxini avtokreditga $500 bilan qilib chiqarib beramiz akalar. Kimga qaysi ravoncha kerak bo'lsa, bemalol telefon qilavering akalar, shoshilamiz. Lekin ana buni narxasi bozorga hozir buni $7,500, $8,000 deb aytiradilar. Bu $6,600. Akalar vashi shikalar narxda, bunaqa narxga topilmaydi bunaqa ravonchani. Bunisi ham zo'r narxga avtokreditga olayotgan aka-ukalarimiz uchun $500 bilan yo opa-singillarimiz, ayollarimiz telefon qiliblar, arzon pulga $500 ga Nexia Ravon ayol kishi minishi uchun deganlar uchun mana bu ham zo'r chiqadi akalar. Shoshilamiz, telefon qilaverasizlar. Hammalarga rahmat.